Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Navbatdagi tunikafon xizmatimiz Xudo xohlasa Andijon viloyati Asaka tumani Namuna qishlog'ida Xudo xohlasa mana shunaqa shinamgina fayzli xonadonimizda xizmatdamiz. Xo'p, akalar, bu xonadonimizga tunikafon xizmatlarini ko'rsatyapmiz hamda tunikafon bilan birgalikda choksiz tarnovlarni qo'yib, Xudo xohlasa ishlarni bitiramiz. Endi bu yerga o'z davrida legenda bo'lgan fasonlardan darvozaxonamizga pianino fasonimiz bo'lyapti. Shapkalarimizga esa skromniy 90 gradusga qosh hamda karnizlari bilan birgalikda bo'lyapti. Mana shunaqa dizaynda Xudo xolasa xonadonimizda ish olib boryapmiz. Yana bir narsa akalar, tunikafonda doim aytamiz, ishlatilayotgan materialning kvadratiga pul olinadi deymiz. Nimani hisobiga, joyni hisobidan ko'proq ketadi deyilgan holatlar uchun qayta aytamiz. Mana akalar, mana bu tillar qaytgan sari tunuka list, katta list kichayib, mana shunaqa holatga kelib qoladi. Endi o'zingiz o'ylang, mana 2 qavat holatda, mana 1 qavat, mana bu tunukamiz ustiga mana 2 qavat bo'lyapti. Bu o'zi kichkina joyni yopyapti. Shuni hisobiga divaynor holatda tunuka ketadi akalar. Xo'p. Endi bu yerga qanaqa material? Bu yerda Toshkent metallurgiya zavodini asosiy materiallarimizga 04 qanlikda Toshkent metallurgiya zavodidan foydalanyapmiz. Mana bunaqa narsalarni aksessuar deb qo'yamiz. Yuqoriroq ishlatamiz bularga. Xitoy tunikamizni sal yuqoriroqdan ishlatamiz. Palasa, karniz, oldidagi qoshlari shulariga yuqoriroq tunuka ishlatamiz. Bukilishi osonroq bo'lishligi uchun. Detal kichaygan sari bukilishi xudo xolasa chiroyli holatda bo'ladi. Mana bu tunikalarimiz esa akalar Toshkent metallurgiya zavodining 04 qanlikdagi tunukalari bo'ladi akalar. Shuning uchun mana bunaqa bukilib, tillariga chiqqanning hisobiga kvadrat ko'payib ketadi. Xo'p, endi reykalarimizni qanaqa darajada to'qilayotganini sizlarga ko'rsatamiz akalar. Xudo xolasa bu xonadonimizda mana reykalar mana o'ta darajada qalin holatda to'qilib, xudo xolasa ishlarimiz ko'rsatilyapti. Bu tomonda mana ishlarimiz qatirilgan jarayonlarimizdan ham sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Mana akalar. Mana shu joyda mana akalar ko'rib turibsizlar, xudo xolasa chiroyli holatda xizmatlarimiz. Bundoqqa kelib oling-da, operator. Kelyapsiz. Mana akalar. Tepada xudo xolasa mana ishlarimiz chiroyli holatda davom etmoqda. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.